Bildingizmi? Mana video ko'rdim. Asal mumkinmi? Ha, mumkin. Toza mumkin. Asal YouTube'da endi. Ha, sotadi malinani. O pastga o'tgan kelganimizda biroz sotib yotishdi. Voy, chiqib yotdi. Ha, tabiiy chiqib yotdi. Mana qarang, namataklarda. Tepani archa qarang. Mana qarang. Chiqqanligi. Mana bu chiroyliligini. O shahardanmi bir ko'rdan kelganda? Bu yerlarda turish qanaqa ekan? So'radingizmi az tushgan payti? Nimasini tur? Mana shu yerdagi choyxonalarga nima qilish. O'sha tepadan bitta kirib qulib kirib, uy, mana yerda qarang archani. Alloh cho'g'ilmaysin. Qarang, ustimizda-ku archalar. Yaxshi. Yaxshi. Yerda cho'milsam ham bo'ladi. Yo'q, sariq bosh desam sariq bosh emas, sariq bir boshqacha. Sariq bosh katta boshi bo'ladi. Oq bosh, sariq bosh bu ham bir giyohda nimadir bo'lsa. Ha, hozir nima qilib ko'raylik, sharsharani ko'raylik birinchi o'rinda. Sharsharani ham havuzi bor-ku, o'sha yerda cho'milsa bo'ladi. Bitta dubaylik izlayapti mana. Kim? Dubaylik deydi, kirib ketib deydi, yo'q deydi. Dubaylik shu yerga kelibdi. Vodiydan olib kelgan ekan. Ha, Telefoni yo'qmi? Bu yerda telefon ishlamaydi. tavba. Axlatda shamay. Qarang. Mana bularni tomosha qiling, archazorda tomosha qiling. Tavba. Qandaygina qilib angring. Ha, u yerda tushyapti mashina. Qandaygina qilib angringga ko'chib kelur ekanmiz. Qaytamiz ekan. $50 qaydan topamiz ekan? 50. Ha. Ha, boyagi yerdagi mana ular sariq bosh. Boyagi boshqa. Mana bak, bunda kaltasi bor ekan. Qani? Mana bak. Ha, ko'rdim. Vah, mana oralig'ini qarang. Oy. Zominda ming archa bo'lgan bilan archani oldiga yo'lay olmaysiz-ku, to'g'rimi? Mana archani tagidan biz ketyapmiz. Mana xohlasak tushib tomosha qilamiz, to'g'rimi? Zominda bunaqa emas-ku. Tog'ni tepasida archa. Ha, tog'ni nimasida u yerga chiqmaysiz ham, bormaysiz ham. Mana archa. O, bu giyohlar hammasi davoda. Hammasi davo qarang. Tavba, mana archalarni kattaligini qarang. Boshlari qarang mana. Ha, ay. Nima bo'lsa bular? Nima bo'lsa bular? Borgin chashma mana. Mana bu taraf, shu taraf, mana to'g'ri. Endi uni go'zalligini kelib ko'rmasa tasavvur qila olmaydi ular. Ming ko'rsatganimiz bilan, to'g'rimi? Sherzod. Mana ularning go'zalligini ular his qila olmaydi, ko'rmasa-da, ko'zi bilan ko'rmasa. Bu safar shu og'aylarni olib kelaman, keyin bilishadi. Qachon borasan, shuni gul harakat qil deb o'tirishadi keyin. Garajga o'xshaydigan joy bo'lsa kerak deb. Ha, shunaqa deb o'ylashyapti-da. O'ylashadi. Bu yoqlarga bir kelsa, yana qachon boramiz deydi. Mana qarang, ana u sariq boshqani narsa ko'rdingizmi? Bu sariq bosh emas. Ha. Boyagi yapaloq sariq bosh, mana bu boshqacha narsa. Bilmadim. O jonim. Ajoyib. Oho, ana qizil ravoshti guli. Ana o qizillar. Chiroyli bo'ladi. Ravoshti guli. Ana shu buyrakka davoda rosa. Mana qarang. Mana ajoyib.
Nimalarni taqiqladi hozir bir kirganga? Giyoh yulma, boshqa demadimi? Yo'q. 21 kun kuni bilan ruxsat dedi. Xo'p. Nimachi yo'q? Giyoh yulma, olov yoqma demadimi? Olov yoqish mumkin emas lekin. Mana shu qizil narsalar nima u? Ravochning gullab ketgani. Tushunyapsizmi? Ravoch qotib bo'ldi-ku. Urug'i. Shuna chiroyli gul bo'ladi. Ravochda guli o'qib qizil. Qarang. Go'zalliklarga qarang. Tizza bo'yi o't hamma joy mana. Ana shu qizillar ravochda gulida qarang. Ana do'ng ham qip-qizil. Mana olmalarni qarang endi. Bargi yo'q, u boyagini bargi yo'qni qilolmay. Tikka. Mana qarang. Issiqligidan qo'rqasan. Yer sabr pastlarga kempinlar qo'yibmi, soylar pastiga. O'tgan sala qorong'uda kirib bilmab, anaqa qorong'i emas, kech aralashida bilmagan ekanmiz-da, ya. Mana Tog'larni tagidamiz. Mana yashash uchun kurash qarang, tog' darasidan chiqqan. Anaqa allergik, astma, nafas, yo'tal, ana shularga bu arjazo bu yerdan nafas olish kerak-da. Qarang, sariq boshga o'xshaydi, bu boshqa narsa, ana. Bu tushib olib ko'ramiz, bizni taqiqlamabdi-ku. Nima rasmlarmi? Yo'q, bitta yulib ko'ramiz. Qani u nima deyapti? No, arpa badiyonmi? Shu arpa badiyonmi deyman? Arpa shvedga o'xshab chiqadi-yu gullar. O'shanaqami deyman? Yemaylar beton bilan qayirib qo'yibdi. Buni tepasi ham tekislik ekan. Ana gulni qarang. O'zicha bir chiroyli gul. Mana soy. Mana suv kerakmi? Oradan chiqyapti. Ana arjazor, qarang. Shuning uchun mana o'tlar tizza bo'y bo'lib yotibdi-da. Suv oldi yuborgan pastda. Ha, bor. Hamma joy qani tushib, bu yerlar rasmga olsak. Yaqinlab qoldik Shashar aka. Yetib qoldikmi? Ha. Hali yetganmiz, qancha bor? Ana burilish Shashar aka. Bundan ham tepaga chiqamiz. Yo'q. Bitta ko'pirdan o'tdik, yangi ko'pirdan, eslaysizmi? Ha, mana qayrilganda deb o'ylayapman o'sha ko'prik. Yo'q. Hali anchami.